Assalomu alaykum. Bugungi brifing davomida O'zagrolizing aksiyadorlik jamiyati tomonidan agrar sohani lizing asosida qishloq xo'jaligi texnikalari bilan ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar yuzasidan ma'lumot berib o'taman. Mamlakatimiz qishloq xo'jaligidagi islohotlar tahlil qilinsa, butun mazmun mohiyati oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, tejamkor texnologiyalarni qo'llash, aholi daromadini oshirish, soha mehnatkashlarini rag'batlantirish, mavjud resurslardan tejab foydalanish kabi katta maqsadlarga qaratilganida namoyon bo'ladi. Hammamizga ma'lumki, respublikamiz qishloq xo'jaligi korxonalarini zamonaviy va yuqori unumli texnikalar bilan ta'minlash vazifasi O'zagrolizing aksiyadorlik jamiyati faoliyatining asosini tashkil etadi. O'tgan yarim yilga nazar tashlaydigan bo'lsak, O'zagrolizing aksiyadorlik jamiyati tomonidan 2025-yil boshidan jami 2 trillion 82 milliard so'mlik mablag'lar jalb qilinib, lizing loyihalarini moliyalashtirish uchun foydalanildi. Jumladan, xalqaro moliya institutlari mablag'lari jalb etilishi bo'yicha quyidagi ishlar amalga oshirildi. Jahon bankining O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligini modernizatsiya qilish loyihasi tomonidan 34 million dollar mablag'lar jalb qilindi. Shundan 34 million dollar o'zlashtirildi. Jahon bankining O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligini modernizatsiya qilish loyihasi tomonidan paxta terish mashinalari uchun jami 128,4 million dollar mablag'lar jalb qilindi. Shundan 94,4 million dollar o'zlashtirildi. Jahon bankining Farg'ona vodiysida qishloq xo'jaligini rivojlantirish loyihasi tomonidan 19,5 million dollar mablag'lar jalb qilindi. Shundan 14,8 million dollar o'zlashtirildi. Yaponiya xalqaro hamkorlik agentligi loyihasi tomonidan 20 million dollar mablag'lar jalb qilinib, shundan barchasi o'zlashtirildi. Shuningdek, hududlarga o'tgan 8 oy davomida jami 4000 donadan ortiq qishloq xo'jaligi texnikalari bo'yicha shartnomalar imzolandi. Shundan joriy yilning 31-avgust holatiga yil boshidan jami 3899 dona texnika egalariga yetkazib berildi. Shuningdek, O'zagrolizing aksiyadorlik jamiyati tomonidan 2025-yilgi paxta yig'im-terimi mavsumiga puxta tayyorgarlik ko'rildi. Xususan, paxta terish texnikalarini xarid qilish va ularni fermer xo'jaliklariga yetkazib berish maqsadida jahonda mashhur bo'lgan Bashiran, Svan, Case, John Deere kabi yetakchi kompaniyalar bilan shartnomalar imzolandi. Mazkur hamkorlik doirasida jami 915 dona zamonaviy paxta terish mashinalari mamlakatimizning turli hududlaridagi fermerlarga yetkazib berildi. Ushbu texnikalar zamonaviy talablarga to'liq javob beradigan, energiya tejamkor, yuqori unumdorlikka ega bo'lib, paxta terimining sifatli va qisqa muddatlarda bajarilishini ta'minlaydi. Hozirgi kunda respublika bo'yicha barcha hududlarda mazkur texnikalar to'liq mavsumga tayyor holatga keltirilib, paxta dalalarida samarali faoliyat olib bormoqda. Shu bilan birga, O'zagrolizing aksiyadorlik jamiyatining Qoraqalpog'iston Respublikasi va viloyat filiallarining xodimlari tomonidan har yili 2 marotaba amalda mavjud bo'lgan barcha rusumdagi texnikalarni to'liq texnik monitoring ko'rigidan o'tkaziladi va barcha rusumdagi texnikalarga lizing obyektini monitoring ko'rigidan o'tkazish dalolatnomalari rasmiylashtiriladi va texnikalarning talab darajasidagi foto rasmlari, fotoalbom jamlanmasi tayyorlanadi. O'zagrolizing aksiyadorlik jamiyatining Qoraqalpog'iston Respublikasi va viloyat hududiy filiallari orqali lizingga rasmiylashtirilib berilgan jami 16287 dona qishloq xo'jaligi texnikalari va agregatlari 2025-yil birinchi yarim yillik holatida to'liq monitoring nazoratidan o'tkazildi. Jumladan, bular haydov traktorlari 2507 dona, chopiq va transport traktorlari 2908 dona, bog'dorchilik traktorlari 383 dona, g'alla o'rish kombaynlari 1078 dona, paxta terish mashinalari 663 dona, omochlar 528 dona, lazerli yer tekislagichlar 167 dona, purkagichlar 2267 dona, boronalar 1938 dona, mineral o'g'it sepkichlar 1080 dona, chigit va don ekish seyalkalari 1274 dona, kultivatorlar 615 dona, oziq o'rish mashinalari 127 dona, hashakni toylab zichlagichlar 127 dona, traktor tirkamalari 418 dona, ekskavator yuklagichlar 25 dona, mototeleshkalar 80 dona va boshqa mexanizmlar 206 donadan iborat. Ma'lumot o'rnida lizing asosida berilgan har bir o'zi yurar texnikalarga GPS qurilmasi o'rnatilgan bo'lib, bu orqali lizing obyektlarining texnik monitoringi amalga oshirilmoqda.
Jumladan, joriy yilning 16-sentyabr holatiga ko'ra, O'zagrolizing aksiyadorlik jamiyati tomonidan Qoraqalpog'iston Respublikasi va viloyat hududiy filiallariga yetkazib berilgan o'zi yurar texnikalarga jami 3974 ta GPS qurilmasi o'rnatildi. Bundan paxta terish mashinalariga 769 ta, g'alla o'rish kombaynlariga 934 ta, haydov hamda chopiq traktorlariga 2814 ta GPS qurilmalari o'rnatildi. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.